O'zbekistonning 9 ta hududi xavf ostida qolishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy yilning 2-6 mart kuni kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining keskin o'zgarishi sababli 9 ta viloyatda sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sarosiyo, Uzun, Oltinsoy, Dinov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimeh, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati Zoman, Baxmal, G'allarol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta-Chirchiq, Yuqori-Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi.